Gigant qora shahzoda xo'rozi ko'rishingiz mumkin, yoshi 7-8 oy atrofida. Bugungi videomizda aynan shu zot haqida va oxirgi paytlarda berilayotgan eng ko'p savollarning asosiylariga javob berib o'tib ketamiz. Videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Video tagidagi izohlarda va shaxsiy xabarlarda beriladigan juda ko'p savollardan bittasi narxi nech pul? Xabaringlar bor, bizda dekabr oyidan gigant qora shahzoda zotining jo'jalari chiqishni boshlagan. Jo'jalarning narxi 7 kunlik 10 kunlik virusga qarshi vaksina qilingan bir dona jo'jani narxi 50 mingdan berilyapti hozirgi paytda, ya'ni yanvar oyida. Va juda ko'p so'rashadi, tayyor tovuq, tayyor xo'rozlar bormi deb so'rashadi. Bizda hozirgi paytda tayyor tovuq va tayyor xo'rozlari sotuvda yo'q. Tuxumini ham ko'pchilik so'raydi. Biz tuxum sotmaymiz, sababi mijozga jabr bo'lib qolishi mumkin. Juda ko'p tuxum ochmay qoladigan vaziyatlar bo'ladi, shuning uchun sotmaymiz. Nima zarar bo'lsa ham o'zimizga bo'lsin deymiz va biz mijozlarga naqd jo'jalarni yetkazib beramiz. Va o'sha gigant qora shahzoda zotining jo'jalari narxiga aniqlik kiritib o'tib ketishimiz kerak. Mana sal oldin donasi 50 mingdan bo'ladi deb o'tib ketdik, lekin bu oldingi yilgi bahorgi narx bilan bir xil bo'lib qolyapti. Biz video qo'ygan edik, tovuqlarimiz ko'payayotganligi sababli keyingi narxlar arzonroq bo'ladi deb. Lekin afsuski u videodagi tovuqlarimiz kuchli virus kelib, kasallik kelib, qirilib ketdi, xabaringlar bor. 90% o'lib ketdi tovuqlarimiz. Hozir mana ulardan qolgan tovuqlarni va boshqa tovuqlarni o'zimizda sotib olib, tuxumlarini olib inkubatorga qo'yamiz. Soni bir xil bo'layotganligi uchun narxi bir xil bo'lib qolyapti. Lekin biz bu bilan cheklanmaymiz. Sizlarga donasi 20 ming 30 mingdan bo'lgan jo'jalarni ikkita zotlarni chatishtirib, gibrid o'sha jo'jalarni taklif qilamiz. Kanalni kuzatib tursanglar, xudo xohlasa unaqa jo'jalarni ham sotuvga chiqazamiz. Ya'ni gibrid jo'jalar, arzonchi jo'jalar bo'ladi. Va undan tashqari oldingi yili gigant qora shahzoda zoti bilan deyarli bir xil sotilgan, bozori tez bo'lgan Jersey gigant zotli va Avstralop zotli jo'jalarni ham chiqazishni boshlaymiz va bu yilgi yengillik qilib ko'pchilik qora shahzoda zoti bilan adashtiradigan, hamma yoq qora bo'ladigan Uxuylu yoki Ayamsemania zotli jo'jalarni ham chiqazishni boshlaymiz. Va oxirgi javob beradigan savolimiz ham manzil va dastavka bormi yo'q? Manzilimiz Toshkent shahrida, O'rikzorda, dastavka O'zbekiston bo'ylab mavjud. Qo'shni davlatlardan bo'lsa-ham Tojikiston, Qozog'iston bemalol yo'llarini topib qo'yganmiz. Aloqaga chiqsanglar, uylarga ham chiroyli qilib jo'natib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yishni, parrandash qog'ozlarga jo'natib qo'yishni va kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Muhammad Rizo Nurmatov.